Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun 16 aprel Toshkent shahridagi Radisson Blu mehmonxonasida Lor shifokorlari katta konferensiya tashkil qilingan. Unda bu konferensiya xalqaro konferensiya, butun dunyodan Lor shifokorlari tashrif buyurgan va o'z bilimlarini taqdim etish uchun. Shu qatorda men ham o'z bilimimni taqdim etaman, ya'ni endoskopik implantplastikani prezentatsiya qilib, ularga taqdim qilamiz. Shu qatorda bu yerda butun dunyodan Lor shifokorlar professor tashrif buyurgan. Ularni prezentatsiyalarimizni eshitamiz, bizlarni ular eshitishadi. Plus bilim almashish uchun ushbu konferensiya tashkil etilgan. Shular bir qatorda bu yerda ko'rgazma ham tashkil etilgan. Ko'rgazmada bizga kerak bo'lgan anjomlar, ya'ni jihozlar va bizga kerak bo'lgan shu protezlar tashkil qilingan. Ularda bizga kerak bo'lgan hajmini, bizga kerak bo'lgan o'lchamini tanlab olamiz va uni biz o'z operatsiyalarni ishlatamiz. Bugun dokladimiz bor, hozir doklad qilamiz. Inshaalloh sizlarga ham ulashamiz. Chiroyli va qiziqarli bo'ladi degan umiddaman, inshaalloh. Va endoskopik implantplastik tarixiga keladigan bo'lsak, bunda 2000-yillarda juda ko'p Lor audiometr tekshiruvi bo'lishi kerak.